Assalomu alaykum o'moqlar. Salomat turibsizlar. Bugungi o'qiydigan kitobimizning ismi Ay kimga mansub? Bu kitobning yozuvchisi Kristina Butler, rasmini chizuvchi Tina Maknotin, tarjima qiluvchi Farida Mahmad. Kichik changi chashqini o'zi yolg'iz cho'ng bir parcha etizliqda yashaydi ekan. Yoz oqshomlari illiq shamol uning ozoda changisini yenik tavritadi ekan. Yup-yumaloq ay köp-kök osmonda turib, uningga hamroh bo'ladi ekan. Changi chashqini har kuni uxlashdan burun yaqinliq allaynoqsini aytib, uni yaqin do'sti ayga sovg'a qiladi ekan. Biroq bir kuni kechda sovuq shamol tuyuqsiz etizliqqa yupurilib kelibdi. Shuningdan boshlab changi chashqini yaqin do'stini topolmay qopdi. Changi chashqini beshini changidan chiqarib, to'rt atrofga qarabdi. Ay nuri bo'lmag'achqa atrofdagi hamma narsa burunqiga o'xshamay qopdi. U ehtiyotchanlik bilan etizliq cho'plikdan o'tibdi. Ayni birsi o'g'irlab ketibdi, deb varqirabdi u butun kuchi bilan. Ay o'g'irlanibdimi? Debdi o'rdek haqildab. Ishonmayman. Ay har kuni kechda ko'lchakda tursa. Ko'lchakda? Debdi changi chashqini ichida. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Lekin u yanala o'rdek bilan ko'lchak tarafga berib qarab baxmoqchi bo'pti. Ay ko'lchakdimi yo'q bo'lib chiqibdi. Ay nega ketgandi? O'rdakmi jiddiylashga boshlabdi. Ay ko'lchakda emas, debdi yaqin atrofda ularning gapini anglab turgan Tin kulib turib. Ay uvamning ustidagi qarag'ay shexaning ustida turdi. U har kuni shu yerda. Ay hargiz daraxtda turmaydi. U ko'lchakda turdi. Debdi o'rdak Tinning gapiga ozroqmi ishonmay. U daraxtda turdi. Debdi Tinmi qoyil bo'lmay. U daraxt shoxlarini uyon-buyon oqtiribmi ayni topolmabdi. Ay yo'q turdi, deb to'labdi Tin. Cho'qim shamol uni uchirib ketgan gap. Yavu toshqan uyga ketib etib, ko'pchilikning talash tortishini anglab qopdi. Ayni shamol uchirib ketibdimish. Bu nima degan qamlashmagan gap? Deb yavu toshqan kulib ketibdi. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Men boya tog' cho'qqisiga chiqqanda u men bilan birga tursa. Ay qandoqsiga tog'ga chiqib ketadi? Debdi Tin yavu toshqanning gapiga ishonmay. U qilalaydi. U har kuni tog'ning cho'qqisida turdi. Debdi yavu toshqan keskinlik bilan. Shuning bilan ko'pchilik yavu toshqonga agishib tog' cho'qqisiga chiqibdi. Shundoq qilib, changi chashqini osmonga qarab ayni izlabdi. O'rdak har bir ko'lchak va suv o'raklarini izlabdi. Tin daraxt shoxlari orasida uyon-buyon mengib yuribdi. Yavu toshqonmi dik-dik sakrab tog' cho'qqisini izlabdi. Lekin hech kim ayni topolmabdi. Shamol kuchib, yiroqdan guldir qaroz qilgan chaqmoq ovozi anglanibdi. Sen uyimni nima qilding? Deb so'rabdi o'rdak tuyuqsiz Tindan. Ay qandoqsiga sening bo'lib qoldi? U mening, debdi Tin ochiqlangan holda vaqirab. Meningcha uni yavu toshqon yutirib qo'ygan gap. Men emas, deb o'zini oqlabdi yavu toshqon. Ay bo'lmasa qandoq qilarman? Deb ma'yuslanibdi changi chashqini. Ay bo'lmasa men bag'irib sinib qolaman. Charoz qilgan ovoz bilan tang ko'zni chaqnatadigan chaqmoq nuri ko'kni yerib o'tibdi. Guldir. Guldir mama ovozi barg'on sir kuchayibdi. Guldir mama ovozidan zamin titrab ketibdi. Paq qilgan ovoz bilan tang purchoq cho'ngliqidagi yomg'ir tomchilari ularning ust boshlariga tushibdi. Tizman bilan menglar, deb to'labdi yavu toshqon ko'pchilikka qarab jiddiylashgan holda. Men yaqin atrofdagi bir o'ngirni bilaman. Shuning bilan ular bo'ron chapqinlik kechida bir-birining qo'lini tutib, o'zaro yordamlashib, birlikda o'ngirga kiribdi. Kechirgin, men senga varqirmasam bo'pti-kan, debdi o'rdak past ovozda Tindan apu so'rab. Menmi to'g'ri qilmadim? Debdi Tinmi beshini tuvan silib. Men seni ayblamasligim kerak edi. Hech qisi yo'q, debdi yavu toshqon kulib turib. O'ngirning sirtida bo'ron texmi qattiq gurkirabdi.
Bayılı tanışqan bu bir neçə dost bexatar öngürdə xuşal paranlaşıptı. Birdəmdən keyin yağmur toxtab, bulutlar tarqalıb ketibdi. Qaranglar, qaranglar, deb varqıraptı çangı çaşqını qo'lini yiroqqa so'zib. Köp-kök osmonda yo'ruq yulduzlar val-vul qilib chaqnab, xuddi ularga gap qilayotgandek ko'rinibdi. O'ttirda yulduzlar bilan o'ralgan go'zal oy bor ekan. Ayning kumush rang nurlari daraxt shoxlarining orasidan o'tib, butkul tog' qaptilini yo'ritib, ko'lchakdagi suv yuzida paydo bo'libdi. Osmonda birli oy bor ekan emasmi? U hammamizga tava ekan, debdi o'rdak past ovozda. U hech qachon bizdan ayrilmabdi, debdi tiyin o'rdakning gapiga qo'shilgan holda beshini lingshitib. Yaxshi do'st albatta do'stini tashlab ketmaydi, debdi aqlliq yov to'shqan kulib turib. Manga nisbatan eng yaxshi ish, debdi changi chashqini xushallik bilan. Sizlardek yaxshi do'stlarimning bo'lg'ini. Bu kitobni yaxshi ko'rdinglarmi, kichik do'stlar? Sizlarning hayotinglar bo'yicha jiq yaxshi do'stlarni tutishinglarga tilakdoshman. Allohga omonat.